Issiq kunda yog'li ovqatlar yoqmayaptimi? Unda keling muzligini ko'ksi tayyorlaymiz. Buning uchun go'sht, 3 dona pomidor, 3 dona bodring, 3 dona tuxum, ko'katlar, 2 dona chesnak, kichkinaroq karom, ko'ksi lag'mon, shu lag'mondan ham yaxshi chiqdi. Soya kerak bo'ladi hamda shakar, tuz, koreyskiy tuz, kunjut kerak bo'ladi. Shu masalliqlar bilan biz hozir ko'ksi tayyorlaymiz. Ko'ksini lag'monini muzday suvga 20 minutga ivitib qo'yamiz. Ko'ksini asosiy narsasi bu suv hisoblanadi, ya'ni mo'risi hisoblanadi. Buning uchun ukrupni maydalab to'g'rab olamiz. Bir dona bodringni qirg'ichning yirik tomonidan o'tkazamiz. Bir dona pomidorni ham qirg'ichning yirik tomonidan o'tkazamiz. Chesnokni esa qirg'ichni mayda tomonidan o'tkazib olamiz. Shu masalliqlar ustidan esa 1 choy qoshiq tuz, 1 choy qoshiq koreyskiy tuz, 2 qoshiq shakar, 4 osh qoshiq soya solamiz. Ularni ustidan esa 1 litr suv solamiz va muzlatgichga qo'yib qo'yamiz muzday bo'lish uchun. Endi esa kichkinaroq karomni yarmini mayda qilib to'g'rab olamiz. Mayda qilib to'g'rab olingan karom ustiga 1 dona chesnokni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Uning ustiga 1 osh qoshiq soya solamiz hamda 1 choy qoshiq tuz solib, yaxshilab aralashtirib bir chetga qo'yamiz. Oldindan qaynatib olingan go'shtimizni mayda somoncha to'g'rab, uning ustiga 1 osh qoshiq soya solib yaxshilab aralashtiramiz. Bodringni esa mayda yarim oy somon qilib to'g'rab olamiz. To'g'ralgan bodring ustiga kashnishni to'g'rab solamiz. Uning ustidan 1 choy qoshiq tuz va 1 osh qoshiq soya solib yaxshilab aralashtirib qo'yamiz. Pomidorni esa mayda somoncha qilib to'g'rab olamiz. 3 dona tuxumimizni quymoq qilib pishirib olamiz. Pishirgan quymog'imizni mayda somoncha qilib to'g'rab olamiz. Barcha tayyorlab olgan masalliqlarimizni bir maketdan taxlab olamiz. O'rtasiga kunjutni sepib, ustidan suvini solamiz. Muzligina ko'ksimiz tayyor. Yoqimli ishtaha.